Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Allohim hamma bergan dardlariga shifo bersin. O'zim Uchko'prik tumanidan Katta Qo'shtepa qishlog'idan, ismim Shoiraxon. 2 yil davomida doktor Alini bir qo'shnimizni tavsiyasiga binoan ichgan edim. Buyrak og'riqlarim, oyog'imda, pochkamda tuz, shamollash bor edi, davlina bor edi, uyqusizlik. O'sha kasallarimga hammasiga shifo topdim. Allohga beada shukrlar bo'lsin. O'sha doktorlarga rahmat, shu doktor Alini chiqarganlariga rahmat. Allohga ajri savoblar yozilsin ularning haqlariga. Doimo sog' salomat bo'lishsinlar. Mana shu men aytgan kasalliklar birortangizda bo'lsa yoki bemor bo'lsangiz, falon ming millionlab so'm to'plab doktorlarga borib qatnab yurishni o'rniga oddiygina mana shu shirin doktor Ali choylarini ichishni tavsiya qilaman. Kasallaringizga shifo beradi. Har doim sog' salomat bo'linglar. Rahmat kattakon.